taqiqlangan, biz uchun juda uyatli bo'lish kerak bo'lgan mavzuda gapirmoqchiman. Bugun siz samovarlar, kalta odamlar deb atalib, ularga juda hurmatsizlik bilan munosabatda bo'lingan askarlar haqida gapiramiz. Keling, bugun ular haqida eslaylik. Barcha oyoq-qo'llarini yo'qotgan urush nogironlari. Ularni xalq rahbarining buyrug'i bilan orollarda chiritib yuborishgan. 2 sentyabr. Ikkinchi jahon urushi tugagan kun. 80 yil oldin insoniyat fashizmga qarshi g'alabani nishonladi va o'z g'oliblarini unutdi. Hammani emas albatta va hamma joyda emas, balki g'olib mamlakatda. Aynan vatan uchun, g'alaba uchun, Stalin uchun bor narsasini berganlarni, hamma narsani, shu jumladan qo'l va oyoqlarini. Janglarda to'liq yoki deyarli to'liq nogiron bo'lib chiqqan minglab odamlarni oyoq-qo'llari yo'qligi uchun berahm samovarlar deb atashadi va millionlarning yorug' bayramini o'zlarining kasal ko'rinishi bilan buzmasligi uchun maxsus internatga surgun qilishadi. Hali ham noma'lum, bunday surgunlarda qancha tirik inson kaltaklari halok bo'lgani. Ularning ismlari hozirgacha oshkor qilinmagan. Moskovskiy Komsomolets jurnalisti 20-asrning eng dahshatli va sharmandali sirlaridan birini o'z tekshiruvidan o'tkazdi. Nogiron tushunarli, samovar ham tushunarli. Biroq bu ikki so'zning birikmasi ma'nosizlikka o'xshaydi. Ammo gap o'tgan buyuk urushning eng dahshatli, eng yashirin fojialaridan biri haqida. Yuzlab baxtsizlar uchun uzoq yillarga cho'zilgan fojia haqida. Urushdan keyingi mamlakatda portlash va o'q-dorilar tomonidan og'ir yaralangan, qo'l-oyoqlari bo'lmagan nogironlarni berahm, lekin juda aniq samovarlar deb atashgan. Bu urush kaltaklarining taqdiri hozirgacha ko'zdan yashirincha qolmoqda va ularning ko'pchiligi hali ham bedarak yo'qolganlar ro'yxatida. Men ularni Valamda ko'rdim. Ladoko'ldagi orolda, monastir majmuasi bilan mashhur. Tashrifchilar kambag'al qishloq do'konida savdogar ayol tomon g'alati, qisqartirilgan odamlarga ishora qildi. Oyoqlari yo'q, ba'zilarining qo'llari ham yo'q. Joriy aholidan ma'lumot olindi. Boshqacha qanday atash mumkin? Tanasi bor, faqat bitta krancha qolgan. Stalin davrida ularni Leningrad va boshqa yirik shaharlardan olib kelishgan. Ko'pchiligi sobiq harbiylar va frontda jarohat olgan. Ko'pchiligidan ordenlar va medallar bor. Xullas, xizmat ko'rsatgan odamlar. Lekin bunday holatda hech kimga kerak bo'lishmaydi. Ko'chalarda, bozorlarda, kinoteatrlar oldida tilanchilik qilib yashashgan. Lekin aytishlaricha, Stalin o'zi buyruq bergan. Bu nuqsonli xalqni ko'zdan yashirish, uzoqroqqa berkitish kerak. Shahar ko'rinishi buzmasligi uchun. Buning uchun Valamdan yaxshiroq joy topib bo'lmaydi. Qancha odam bu yerda bo'lgani noma'lum, lekin ba'zan 1000 kishigacha ro'yxatda turgan. Qo'lsiz, tayoqchada yuratgan. Lekin eng dahshatlisi, samovarlar butunlay ojiz. Ularni qoshiq bilan ovqatlantirish, kiyintirish va yechintirish, chelakka o'tqazish kerak. Agar ulardan bir nechtasi bo'lsa, hammasiga e'tibor berib bo'lmaydi. Tabiiyki, kimdir paqirda ushlab tura olmay yerga tushib qolar edi. Kimdir esa hojatxonaga chaqirishga ham ulgurmasdi. Shunday qilib, samovarlar o'z axlatlarida iflos bo'lib yotardilar. Xonada mos hid tarqardi. Nogironlar uchun ham toza havoda sayr qilish nazarda tutilgan edi. Aytishlaricha, dastlab tibbiy xodimlar valamlik samovarlarni oddiy yog'och zambillarda olib, uyning oldidagi maysazorga olib borib, u yerda brezen yoki pichan ustiga o'tkazardilar. Keyin kimdir bitta ixtiro qildi. Internat katta to'qilgan savatlarga ega bo'ldi va ularga hamshiralar nogironlarni ba'zan ikkitadan joylashtirib, hovliga olib borardilar. Shu savatlarda kaltaklangan insonlar soatlargacha o'tirardilar. Ba'zan ularni daraxt novdalariga katta uyalar kabi osiltirib qo'yardilar. Toza havo bilan nafas olishardi. Lekin ba'zan Shimoliy oroldagi havo kechqurun haddan tashqari sovuq bo'lib qolardi va hamshiralar boshqa ishlar bilan band bo'lib, yordam chaqirganiga ham javob bermaslar. Ba'zan umuman qaysidir vaqtda tushirishni va turar joyga qaytarishni unutib qo'yardilar. Bunday holda ish hatto sovuqdan o'lim bilan tugashi ham mumkin edi.
Ko'p nogironlar urush imzolagan paytda 20 yoshdan 25 yoshgacha edilar. Hozir bu yerda tigi 15-16 kishigina qo'lsiz, oyoqsiz qolgan. Ular bilan internetda uchrashish deyarli mumkin emas. U yerga begonalarni kiritishmaydi. Lekin ba'zi nogironlar o'zlari darvozadan chiqib ketishadi. Sovet shaharlarining kundalik hayotining ajralmas qismi vokzallarda, bozorlarda, kinoteatrlar oldida yoki boshqa jamoat joylarida rahm-shafqat so'ragan yoki tajovuzkor tarzda tilanchilik qilgan nogironlar edi. Bunday nogironlarning ko'payishiga tushuntirish oson berilardi. Ba'zi nogironlar oilaviy budjetni qo'llab-quvvatlash uchun tilanchilik qilgan. Ko'plari esa yaqinlariga yuk bo'lmaslik uchun oilalariga qaytishni xohlamagan va ko'cha tilanchilarining achinarli hayotini davom ettirishni afzal ko'rgan. Biroq bu davlat darajasida ijtimoiy qiyinchiliklarga olib keldi. Fashizmni yenggan mamlakatning rahbarlari o'z g'olib askarlaridan tantanali ko'rinishni yo'qotganlardan uyalib, tashqi munosib ko'rinishni saqlash uchun muhtoj odamlarni haqiqiy rezervatsiyalarga yopishga tayyor edilar. Birinchi ommaviy aksiyalar yaralangan veteranlarni deyarli shahar ko'chalaridan to'g'ridan-to'g'ri internatlarga olib ketish edi. Bu ishlar 1940-yillar oxirida sodir bo'ldi. Bir rassomning xotirasi shunday edi. Bir kun men har doimgidek Bessarabkaga keldim. Yaqinlashmay turib, men g'alati tashvishli sukunatni eshitdim. Dastlab nima gap ekanligini tushunmadim. Keyin faqat payqadimki, Bessarabkadagi birorta ham nogiron yo'q edi. Menga shivirlash bilan aytishdiki, tunda organlar reyd o'tkazib, barcha Kiyev nogironlarini yig'ib, echelonlarda ularni aybsiz va sudsiz Solovkilarga jo'natishdi. Ko'rinishlari bilan fuqarolarni bezovta qilmasligi uchun. Xrushchev nogiron muammosini hal qilishda o'z o'tmishdoshidan ham oshib ketdi. Aynan uning boshqaruvi boshida MVDning bu hujjati paydo bo'ldi. Tilanchilikni oldini olish va tugatish choralari to'g'risida. MVD ma'lumotlariga ko'ra, 1951-yilning ikkinchi yarmida 107.766 tilanchi, 1952-yilda 156.817, 1953-yilda 182.342 tilanchi ushlangan. Ushlanganlar orasida urush va mehnat nogironlari 70% tashkil etgan. MVD yopiq tipli, maxsus rejimli uylar tashkil etishni taklif qildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Buyuk Vatan urushi davomida 2.576.000 nogiron demobilizatsiya qilingan. Jumladan 450.000 bir qo'li yoki bir oyog'i yo'qlari. Mubolag'a bo'lmaydi deyish mumkinki, ularning sezilarli qismi ikkala qo'l va oyog'ini, hatto barcha a'zolarini yo'qotgan. Demak, gap 200.000 ga yaqin sovet askaridan boradi. Ular janubda dushman bilan jangda o'ldirilmaganlar. Faqat jarohatlangani uchun aslida qattiq qamoqxona sharoitida mahkumlar kabi hayotga hukm qilingan. Avvalan maxsus internatini ko'pincha urush va mehnat nogironlari uyi deb atardilar. U sobiq monastir binolarida 1948-yilda tashkil etilgan. Rasman Kareliya, Finlandiya, SSR Oliy Sovetining farmoni bilan. Garchi haqiqatda Moskvadan buyruq bo'lgan bo'lsa-da, dastlab Valamning ahvoli yaxshi emas edi. Hatto elektr energiyasi internatda faqat bir necha yildan keyin paydo bo'ldi. Kasalxona ehtiyojlariga moslashtirilmagan eski monastir binolarining normal isitishidan nima deyish mumkin? Nogironlarni kamida biroz qulay turar joy bilan ta'minlash uchun vaqt kerak bo'ldi. Va orolga olib kelingan yuzlab nogironlardan ba'zilari internatda bo'lishning dastlabki oylarida vafot etdi. Samovarlar ikkinchi Solovki. Ular shuncha azob-uqubatni ko'rdilarki, bu yerda ko'p odamlar halok bo'ldi. Hattoki 30 yoshga yetmaganlar. Mana shunday hikoya. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va video haqidagi fikrlaringizni kommentariya qismida bo'lishib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.